Ishoninglar, bunaqa mazali zakuska yeb ko'rmagansiz. Yoz faslida ayni muddao olasiz. Nonlarga surasiz. Ishimizni gaz ustiga yuvilgan baqlajon, bolgarskiy kabachkilarimizni qo'yib, birinchi baland olovda, keyin pastroq olovda shunaqa o'ldirib olamiz. Ichlari pishib ketadi. Usti qorayishiga umuman ahamiyat bermang. Aytgancha men pomidor ham qo'shib yuboribman. Dekori uchun piyozni ozgina yog'da qovurib, suvda dimlab qo'ydim 15 minutga. Yaxshilab pishgan pomidor, bolgarskiy kabachki baqlajonlarimizni shunaqa ustidan tozalab tashlaymiz. Keyin hammasini shunaqa yaxshilab pichoqda maydalab tashlaymiz. Aytgancha eslatib o'taman, bu nachinkaga xohishingizga ko'ra chesnok ham solsangiz bo'ladi. Men ham aynan bitta-ikkita zubchik chesnokimni chesnoka davilkada chiqarib 200-300 gram yog'ligini suzma, aralash ziravor tuz yaxshilab aralashtirib tashlaysiz. Aytgancha aynan shu gazda qilganingiz hisobiga ham sabzavotlarimiz shunaqa o'zgacha maza beradi. Baton nonimizni sariyog'da qovurib, ustiga surib, uytingizga tortamiz. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas.